Salom do'stlar, siz bu qiziq kanalni tomosha qilyapsiz. Bu videoda men 5 ta aql bovar qilmas optik illyuziyalarni ko'rsataman. Agar tayyor bo'lsangiz, boshladik. Nomer 1. Bu videoga qarang. G'alati narsa yo'qdek. Lekin to'p qayerga g'oyib bo'lyapti? Yana bir marta kuzating. U shunchaki yo'qolib qolyapti. U qayerga g'oyib bo'ldi? Uni kepkadagi bola berkitdimi yoki yashil futbolkadagi bolami? Balki to'pni o'zga sayyoraliklar o'g'irlab ketishgandir. Bu jumboqning yechimini men rolik oxirida aytaman. Nomer 2. Bu suratga diqqat bilan qarang. Nimani ko'ryapsiz? Adashmasam yog' surtilgandek yarqirayotgan oyoqlarni bo'lsa kerak. Siz qattiq hayratda qolasiz, lekin suratga yaxshilab qarasangiz, oyoqlarga yog' surtilmaganini ko'rasiz. Ularda bor yo'g'i oq bo'yoqning bir nechta chizig'i mavjud. Lekin boshda bular nur aksidek ko'rinadi va oyoqlar yog' surtilgandagi kabi tovlangandek tuyuladi. Like bosing agar sizga ham boshda shunday tuyulgan bo'lsa. Nomer 3. Bu suratda biz qoyaning eng chekkasidan ketayotgan odamni ko'ryapmiz. Menimcha bu juda xavfli. Lekin odamning soyasiga qarang. Agar bu qoya bo'lganda, soya bunday tushishi mumkin emas edi. Yaxshilab qaralsa, odam daryo bo'ylab ketayotganini anglash mumkin. Bu suv havzasi AQShdagi Glen darasining ichida va bizga jarlikdek ko'rinayotgan bu narsa bor yo'g'i suvdagi aks. Nomer 4. Bu suratda 3 ta ayol. Surat oyog'i osmondan qilib o'girilganidan tashqari deyarli g'alati narsaning o'zi yo'q. Lekin u teskari qilinsa, odatdagidek siz lol qolasiz. Ko'rinishidan ujis kinolardagiga o'xshaydi. Gap shundaki, o'girilgan suratda ko'zlardan boshqa hamma narsa teskari qilingan. Ko'zlar oddiy holatida qolgan. Shuning uchun bizni miyamiz salgina chalg'iydi va biz hech nimani sezmaymiz. Suratni teskarisiga o'girmagunimizcha. Nomer 5. Bu suratda biz bir-biriga nisbatan noto'g'ri joylashgan chiziqlarni ko'rishimiz mumkin. Lekin aslida uzun qora chiziqlar bir-biriga parallel holatda joylashgan. Bizga bo'lsa kalta qora chiziqlar borligi tufayli notekislik ko'rinadi. Bu illyuziyaning yaratuvchisi bunday g'alati effektni oddiy matoga qaraganida ko'rgan. Va biz hozir birinchi illyuziyadagi sirni, ya'ni to'p qayerga g'oyib bo'lganini bilib olamiz. Agar sekinlashtirib juda diqqat bilan qarasak, to'pni yashil futbolkadagi bola tutib olganini ko'rishimiz mumkin. Keyin esa u tashlab yuboradi. Lekin dumalayotgan to'pni u o'z tanasi bilan bizdan berkitadi. Siz boshda nima deb o'ylaganingizni kommentlarda yozing. Bu 5 ta eng dahshatli illyuziya edi. Yanada qiziqarli videolar bu qiziq kanalda. Barmog'ingizni tepaga bosing, kanalga obuna bo'ling va albatta kommentariy qoldirishni unutmang.